Hozirgi darsimiz mavzusi SQL injection zaifligini avtomatlashtirish, ya'ni topishni va eksport qilishni. Birinchi bo'lib saytga kirib olishimiz kerak. Demak, mana bu sayt. Xo'p, DBA Security'ga kiramiz va darajani eng pastga o'tkazib olishimiz kerak. Mana bu yerda bir kiritgan paytimizda bizga xatolik keltirib chiqarib beradi. Demak, mana bu yerda SQL injection zaifligi bor. Xo'sh, SQL injection zaifligini topib oldik. Mana bu ID degan parametrda, demak, SQL injection zaifligi bor. SQL injection zaifligini nimaga biz avtomatlashtirishimiz kerak? Avtomatlashtirishimizning sababi SQL injection zaifligida o'tgan darslarda ko'rdikki, juda ham bosh og'riq, ya'ni qo'lda har bittasini bitta ba'zi paytlarda o'zimiz qo'lda kirib chiqishimiz kerak. Bu narsani avtomatlashtirish biz vaqtimizni tejaydi. Yaxshi va yomon tomoni, birinchidan vaqtimiz tejaladi, ikkinchidan dastur bu baribir dastur nima qilayotganini bilmaydi. Juda ham ko'plab kodlar so'rovlar yoki bo'lmasa trafik jo'natish orqali saytni buzib qo'yish ham mumkin ba'zi holatlarda. Hozir nimaligini tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib dastur bilan tanishaylik. Xuddi shu SQL injection zaifligini buzishimizga yordam beradigan dastur. Bu narsa SQL Map deyiladi. Deyarli hamma eshitgan, ishlatadi, lekin to'liq ishlatmasliklari mumkin, lekin yoki bo'lmasa uni qanday ishlashini ham bilishmaydi. Bizda SQL Map dasturi va SQL Mapni to'liq tekshirmoqchi bo'lsak, dash ya'ni chiziq qilib yozamiz. Xo'p, bizga hamma funksiyalarni chiqarib beradi. Help yoki bo'lmasa h yoki help qiladigan bo'lsak, demak bizga ma'lumotlar yordam uchun ma'lumot chiqarib beradi. Bu yerda version, ya'ni SQL Mapning versiyasini chiqarib beradi. Chiziqcha v bu verbosity, ya'ni hujum davomida nimalar bo'layotganligini aniq ko'rsatish uchun shu funksiyadan foydalanamiz. Target, ya'ni nishonni kiritish uchun u kiritamiz yoki bo'lmasa SQL Map hattoki Google Doc orqali ham bizga SQL injection zaifligini topib berish mumkin. So'rovlarni bo'lsa, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Data, qandaydir data kiritmoqchi bo'lsak, data deganda parametr deb tushunsak bo'ladi. Cookie yoki bo'lmasa to'siqlarni aylanmoq uchun random agent degan funksiya ham mavjud, yoki proxy yoki bo'lmasa hattoki tordan foydalansak bo'ladi. Xavfsizlik aylanmoq uchun, IP-mizni yashirish uchun. Bu yerda injection turlari bor. Injection turlarida xo'p, p demak bu parametr. Parametr nimaligi bu yerda ko'rsatildi. ID teng nimadir bo'lgan bo'lsa, ID demak bu yerda parametr. Xo'sh, bu yerda demak DBMS. Force backend DBMS to provide value. DBMS ga qaysi database turligini aytishimiz kerak. DBMS ga qaysi database turini aytishimiz kerak. Ya'ni biz SQL injection zaifligini topdik va allaqachon qaysi bu SQL injection zaifligi, qaysi DBMS zaifligini bilamiz. Xuddi shu paytda biz DBMS ni kiritamiz. Bu nimaga kerak? Biz hozir aytayapmizki, mana shu URLda SQL injection zaifligi bormi yo'qmi tekshirib ber, bor bo'lgan bo'lsa, hujum qilib menga ma'lumotni olib ber deb kiritamiz hozirgi darsda. Kiritgan paytimizda u birinchi o'rinda SQL injection zaifligi bormi, shuni tekshiradi. Ikkinchi bo'lib versiyalari, hozir aytganimdek DBMS, Database Management System qaysiligini tekshiradi. Qaysiligiga qarab hujumni boshlash kerak. Biz oldindan shuni kiritadigan bo'lsak, vaqtni ketkizib tekshirishi shart emas. Detection. Bu yerda level bilan risk degan funksiyalar bor va level 1 dan 5 gacha, risk demak 1 dan 3 gacha. Level bilan riskni ishlatgan paytimizda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar to'g'ri ishlatmasak, dastur bu dastur, oldin aytganimdek, ba'zi holatlarda SQL injection zaifligini tekshirayotgan paytda yangi kadrni qo'shish yoki bo'lmasa yangi ma'lumot qo'shish, o'chirib tashlash kabi funksiyalarni ham ishlatadi. Xuddi shu paytda biz tekshirayotgan saytni, databaseni ba'zan o'chirib yuborish mumkin yoki qo'shimcha ma'lumot qo'shib qo'yish mumkin. Bu juda ham xatarli. Xuddi shuning uchun dasturga ishonch yo'q.
Xo'p, bu yerda qanday texnikadan foydalanmoqchimiz? Xuddi shuni kiritishimiz mumkin. Ikkita chiziqcha teng demiz degan, masalan aytaylik, blind SQL injection bo'ladigan bo'lsa B, I, xo'p, error based yoki bo'lmasa U, union based yoki bo'lmasa S, stacked query bo'lishi kerak. T ni bilmadim, Q bilmadim unda sani. Xolos, bu yerda hammasi SQL injection hujum turlarining bosh harflari. Va bu yerda enumeration bor. Enumerationda biz nimani olmoqchimiz? Xuddi shuni kiritamiz. Masalan aytaylik, chiziqcha A qiladigan bo'lsak, saytni kiritib, mana shu yerda SQL injection zafligi bor. Menga hamma narsa kerak deb A ni kiritadigan bo'lsak, birinchi bo'lib ma'lumotlar bazasini tekshiradi. Ikkinchi bo'lib tabledan tekshiradi. Keyin kolumnlarni va har bitta kolumndagi ma'lumotni bizga qaytarib beradi. Yoki shunchaki bannerni o'zi kerak. Ya'ni versiya yoki bo'lmasa qaysi DBMSligi. Xuddi shuni o'zini qaytarishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa hozirgi foydalanuvchi kimligini, yoki bo'lmasa hozir qaysi database ishlatilyapti, yoki bo'lmasa password. Bu MySQL database turadigan passwordlar tushuntirildi. Xuddi o'sha passwordlar nazarda tutilyapti. DBMS databaselar, hamma database qaytarish, table, ya'ni hamma table'ni, kolumn, hamma kolumnlarni, schema. Bu demak database haqida ma'lumot qaytarish kerak. Dump degan hamma ma'lumotni qaytarish. Nimani tanlagan bo'lsak, xuddi shu yerni. Xo'p, dump bo'lam hammasi bajarish kerak. Va mana bu yerdagi eng kerak narsalar katta T, T, C. Bular biz qaysi table, masalan aytaylik, aytamizki, mana shu yerda SQL injection zafligi bor. Mana shu database ichidan menga ma'lumot qaytarish kerak deymiz. Yoki bo'lmasa mana bu table ichidan menga ma'lumot qaytarish kerak. Yoki bo'lmasa mana bu column ichida menga ma'lumot qaytarish kerak deymiz. Va bu yerda zo'r narsalar bor. Chiziqcha oshchor bilan chiziqcha PWN. Bular oldingi narsa tushuntirilgandek ba'zi paytlar bo'ladiki, biz SQL injection zafligi orqali serverga ulanishimiz mumkin. Serverga ham buzib qo'yishimiz mumkin. Bu xuddi o'sha funksiyalarni tekshirishga yordam beradigan argumentlar. Bu yerda qo'shimcha funksiyalar bor. Masalan aytaylik, chiziqcha batch bo'ladigan bo'lsa, hozir MySQL ni yurgizgan paytimizda bizga juda ham ko'p narsalar so'raydi. Uni qilishim kerakmi, buni qilishim kerakmi? Xuddi shuni batch orqali biz to'g'ri-to'g'ri yo'q deb qo'ysak bo'ladi. Hammasiga ha-hani talab o'zi avtomatik ravishda bajarib ketadi. Yoki bo'lmasa o'zimiz alohida kirishni tanlashimiz mumkin. Bunda batchni kirishsak emas. Xo'p, flash session files for current target. Bunisini bilmadim, men hech qachon ishlatmaganman. Va boshlovchilar, ya'ni yangi boshlaganlar uchun bu yerda wizard funksiyasi bor. Bu degani SQL modda biz hozir tepada aytilgan narsalarni qanday kiritish, boshqacha qilish umuman kerak yo'q. Shunchaki wizardni kiritishadi va qaysi targetni buzib kirishmoqchi, tekshirishmoqchi. Xuddi shuni kiritadi. Wizard bilan qisqa oddiygina ishlash mumkin SQL modda. Xo'p, bizda mana bu joyda, mana bu havolada demak zafli bor. SQL map URL. Mana bu URL ichida zafli bor. Ko'ramiz nima qilib berar ekan. Xatolik beryapti. Ishga tushmadi deyapti. Xo'sh. Bu yerda ba'zi holatlarda o'zi command line'da xatolik beradi. Mana bu narsani hisobga olmayapti. Tekshirib olishimiz kerak. Bir teng bir. End qilaylik. Xo'sh, bizda ozgina muammo bor. Qanaqa muammo desak, SQL modda mana bu funksiyalarni xatolik beradi. Xuddi shu funksiyalarni to'g'rilash kerak. Buni to'g'rilashning bitta usuli bor.
Qandoq desak, SQMapda bitta zo'r o'zini funksiyasi bor. SQMapda faqatgina biz chiziqcha U qilib faqatgina URLlarni emas, ba'zi holatlar bo'ladi. Bizda SQMap chiziqcha qilib ba'zi holatlarda biz faqatgina URL emas, faqat so'rovlarni ham, requestlarni ham tekshirishimiz mumkin. SQL injection zavqli uchun. Bizda bunga p parametri yordam beradi. Xo'p, .r bizga faylni ko'rsatib berish kerak. Buni qilish uchun nima qilamiz? Xo'p, bizda proofsuit bor. Proofsuitga kiramiz, so'rov ishlab olishimiz kerak. Xo'p, proksini to'g'rilab olaman. Sababi menda brauzerimda proksisi 8081. Xo'p, proofsuit tayyor. Hozir biz shunaqangi narsa qilishimiz kerakki, so'rov yuboramiz, so'rovni xo'sh, so'rovni proofsuit ushlab oladi. Proofsuit ushlab olish uchun, demak, proofsuitni yoqishimiz ham shart emas o'zi. Bizga xatolik beradi. Bu proofsuitda chiqib olgan bo'lishi kerak. Get repeaterga jo'nataman, kengroq ko'rsatish uchun. Demak, bizda mana bu so'rov bor. Bu HTTP so'rovi yuborilyapti. O'ng tomonda bizga javob qaytib kelyapti. Xo'p, javob qaytib kelayotgan paytda, demak, biz mana bu so'rovni nusxalab olib, buni umumiyda ko'tib olinsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi.